balig'ini tozalab pishirib yeyish kerak bo'lsa, o'lishini kutib turgan. Ayrim xalqlarga o'xshab tiriklay shiniydi ustini. Qimillab turgan jonivorni bu qaynab turgan qozondagi yoqqa tashamaydi. Chunki bu narigilarga jabr bo'ladi, zulm bo'ladi. Musulmon odam shu baliq o'lib tamomiy harakatdan qolganligini ko'rib lekin pishirishga yoki tozalashga kirishadi. Ayrim xalqlarni ko'ryapmiz, aqllaring bovar qilmaydi. Qimillab turibdi, qo'g'riyapti. Qimillab turibdi, kesyapti bir chekadan to'rg'a. Alloh taolo aytadi, mana hojilar qurbonlik qiladi hajda. Fa iza wajabat junubuha. Endi qachon yonboshlaridan tushganlarida, ya'ni so'ygan jonivorlar bo'g'izladilar, yonboshi bilan tushdi o'ldi. Shunda o'zingizlar ham yeylar, boshqalarga ham yeysizlar. Mana shu oyatdan ma'lum bo'ladiki, musulmon odam o'sha so'yib yeyotgan jonivorda tamomiy joni chiqib bo'lganligini ko'rmasdan turib pishirishi yeyishi mumkin emas.